Hop, bugungi darsimizni ham boshladik. Hop, bugungi darsimiz endi request letter bo'ladi. Ya'ni ikkinchisi. Bizda bu complaint letter da tugatdik, to'g'rimi? Hop, nima qilib qo'ysak bo'ladi? Bu tugadi. Endi request letterni tushuntiramiz. Bugun D2 Hop, mana bu yerda request letter D2. Request letterga o'zingiz tushunib turganingizdek, bilib turganingizdek, bu talabnoma xati. Nimadirda talab qilib yozishingiz mumkin. Misol uchun mana bu yerda bitta topic berilgan va unga yarasha shablon berilgan va u shablonga yarasha essay ham yozilgan va essayda baholar ham qo'ydik. Juda zo'r bo'ldi. Misol uchun mana I saw an advertisement for an English course at a local language school. You are interested in joining the course. Write a letter to the school. In your letter va shular bo'lish kerak deyapti. Ya'ni siz ingliz tili kurs ochilganini ko'rdingiz va u ingliz tili kurs ochilganini shu boshlig'iga yoki maktabga talabnoma xati yozing deyapti. Ya'ni qaysi ma'noda? Kurs haqida detal so'rang deyapti, detallar, ya'ni ma'lumot so'rang deyapti. U onlaynmi yoki face to face bo'ladimi deyapti yoki schedule'larni so'rang deyapti. Misol uchun maktab nima deydi, jadvalini so'rang deyapti. Keyin qanday registratsiya qilishni so'rang deb talabnoma xati yozib bering deyapti. Xo'p, bizning shablonimiz bu dear sir or madam deyishimiz kerak. Chunki biz ingliz tili ustozini, ya'ni o'sha schoolni boshlig'ini, misol uchun kim kursni ochgan bo'lsa ham qiz bolami, o'g'il bolami bilmaymiz. Shuning uchun sir or madam ikkalasini mana xuddi shunday yozamiz bo'ldi. Agar o'g'il bola bo'lganda dear sir Alex misol uchun ism bo'lsa yoki shunga o'xshash yoki qiz bola bo'lsa dear madam deb turib ismini yozardi. Shunaqa. Endi ikkinchi qadamimiz shuna deyishimiz kerak. I'm writing to inquire about. Ya'ni inquire about bilasiz, so'rab bilib olmoq. Ya'ni nima desam bo'ladi? I'm writing to learn about your course desak bo'ladi yoki inquire about your course. Bitta narsa, lekin inquire ya'ni so'rab bilib olmoq deganida sal yaxshiroq so'z. Misol uchun nima haqida yozayotgan bo'lsangiz, o'sha narsani yozing deyapti. Misol uchun mana deyapti, til kursi, sport markazi ish imkoniyatlari deyapti. Mana I'm writing to inquire about your course. Mana about your course ni yozamiz. Misol uchun endi yaxshiroq chiqishi uchun essayimiz having seen your advertisement, ya'ni having seen degani men shuni ko'riboq deyapti. Shu reklamani ko'riboq men qiziqib qoldim. Ya'ni men qiziqib qoldim. Qaror qabul qilaymi, qilmaymi? Shuning uchun ma'lumot bersang, men qaror qabul qilish haqida o'ylab ko'rardim deyapti-da. Misol uchun about joining yoki considering to join shunga o'xshash. Hozir essayda to'liq tushunib o'tasiz uni ham. Endi uchinchi qadamimiz to begin with, shu bilan boshlasak, could you please tell me yoki nima desak bo'ladi? Could you please provide me with full information mana qo'yamizda, chunki mana nuqta va virgul qo'yamiz, chunki bu gapimiz bog'lovchisiz gap bo'lyapti-da. Mana misol uchun maytdan boshlanyapti. Mo просто kirish so'zi xolos. Bu gapni bog'lamayapti, просто kirish so'zi xolos-da. Mana misol maytdan boshlasa could-dan mana yergacha gapimiz tugayapti va keyingisi boshlanadi hozir. Hozir o'shanga boshlab qo'yib turib, keyin for example deb turib virgul qo'yamiz. Mana misol uchun boshqacha yozsak ham qanaqadir gap yozamizda ne qilib turib in fact, misol uchun in factni o'zida qo'shib ketmoqchi bo'lsak, oddiy virgullar bilan qo'shib ketmaymiz-da. Manaqa yozib ketamiz. Maytda virgul bo'lmaydi. Ko'pchilik uchun virgul bilan alishtirib bunday qilib qo'yib ketadi-da. Mana bitta gap to'liq gapni beradi va virgul in fact keyin yana bitta to'liq gap berib ketadi. Bu xato bo'ladi. Mana uni qo'yish kerak.
shuni qo'yish kerak. Bo'ldi, mana bu yerga qo'ydik, mana shuni. For example deb turib, bu qancha davom etadi? For example, how long it lasts dedi. It lasts desa bo'ladi yoki shunga o'xshash narsalarni detallar so'rasak bo'ladi. Kurs qancha davom etadi? How much does it cost desa bo'ladi. I also want to know deb turib, ya'ni nimadir so'rasak bo'ladi-da. Misol uchun mana yerda aytganimiz face to face mi yoki online bo'ladimi? Shularni so'rasak bo'ladi. Also deb turib. Yoki so'ramasak ham bo'laveradi. Keyin bu yoqda ham so'raymizki. Keyin 4-qadamimiz furthermore deymizda. I would be grateful if you could deb turib nimadir deb so'raymiz. Misol uchun men ro'yxatdan qanaqa o'taman? Menga ro'yxatdan o'tish uchun, ya'ni misol uchun ismimni to'ldiramanmi, blanket bering desangiz bo'ladi. Misol uchun I would be grateful if you could me send a register form desangiz bo'ladi. Registratsiya qilish uchun qay tartibda ismimni to'ldirib, yana qanaqa ma'lumotlarimni berish, shunga o'xshagan narsalar so'rasangiz bo'ladi. Hozir keyin pastda ST yozilgan, xuddi shu shabloncha, shunda yaxshiroq tushunib olasiz. Thank you in advance for your assistance. Oldindan siz yordamingiz uchun rahmat deb qo'yib, men sizni tez orada eshitishni xohlayman, ya'ni javobingizni kutaman deb qo'ysa bo'ladi meniki va yours faithfully deb turib meniki bu yerga ismingizni yozib qo'yasiz. Hop, mana bu yerda essayimiz bor. Kattaroq ko'rsataman. Dear sir or madam, yana bu birinchi qadamimiz edi. Bu yerga bunday qilib qo'ysak ham yaxshiroq. Va endi ikkinchi qadamimiz men mana aytganman, I'm writing in order to inquire. Men bilib olmoqchiman, sizdan so'rab bilib olmoqchiman ingliz tili kursingiz haqida. I'm writing in order to inquire about your English course which has been opened recently in the learning center. Ya'ni yaqindagina learning centerda ochilgan ingliz tili kursi haqida bilib olmoqchiman. Bilib olish uchun yozyapman deyapti. Learning center located near my house. In the learning center located near my house. Shuni ham omitted deyiladi shu narsa. Misol uchun mana sizga shu yerga mashina tushuntirib ketaman. Mana shu located near my house da. Misol uchun I am going to the gym that is located near my house. Va endi keyingi gapimiz the gym located near my house. Ikkalasi ham bir xil gap. Qaranglar. Bu yerda that's tashlab ketdim. Bu omitting deyiladi. Bu mavzuning nomi. Omitting. Ya'ni qisqartirishda, xullas. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek yoki mana yerga bunday yozsak bo'lardi. Hop. Gym which is located near my house. Uchalasi ham bir xil gap, o'zingiz ko'rib turganingizdek bir xil ma'noni beradi. Prosta ko'rinishi boshqacharoq. Misol uchun which bilan kelsa, whichdan oldin virgul qo'yiladi. Buni unutmaslik kerak. Va that bilan kelsa, bu yerga virgul qo'ymaydi. Prosta that's located deb keltirilaveradi. Agar bular ikkalasidan ham yaxshiroq variant uchinchisi bo'ladi. Uchinchi variant bo'ladi. Chunki omitting degan mavzu unda hamma ham ko'pchilik ham bilolmaydi, chunki ko'pchilik bilmagani uchun that's yoki which is ishlatadi. Agar biladigan odam I'm going to the gym located near my house desa bo'ladi. Mana bu located o'sha mo'larni beraveradi birdaniga. Mana shu which is yoki that's birdaniga mana yerda ed qo'shilib bo'lgani uchun gym located near my house deb ketsa bo'ladi. O'shaning uchun mana bu yerda mana misol uchun bu English kursda aytsa ham bo'lardi. Mana ingliz tilini aytsa ham bo'lardi. Mana I am writing in order to inquire about
English course opened recently in the learning center. Shunaqa. Mana. Men yozyapman bilib olish uchun ingliz tili kursingiz haqida qachonki, misol uchun which has yoki which has been ishlatdim. Chunki sal perfect tense va passiv bo'lgani uchun shuni ishlatib qo'ydim. Ya'ni kuchliroq grammatika beradi. Yoki which is yoki which has been ishlatsa ham bo'laveradi, farqi yo'q. Which is opened desangiz ham bo'laveradi yoki mana shu yerda misol uchun which is opened desangiz bo'lardi. Endi keyingisi va yana qanday bo'lsa bo'lardi? That English course that's opened recently in the somewhere. Va endi uchinchisi buni ishlatmasa ham bo'laverardi. Kurs. Bir xil uchalasi ham shu yerda mana uchala gap ham bir xil. Ya'ni uchala gap ham bir xil, mana uchalasi ham bir xil bo'lyapti. Bir xil ma'noni beryapti. Sababi. Chunki bu yerda which is ishlatildi, virgul bilan ishlatildi, to'g'ri ishlatildi, ma'no bir xil. That is ishlatildi, virgulsiz ishlatildi, to'g'ri. Bu yerda ikkalasini ham ishlatmadik. Prosta omitting qilib ketdi, ya'ni qisqartirish, omittingni yana English course opened recently in somewhere. Bu ham bir xil ma'no. Xuddi shuni mana yerda ishlatganmiz. Buni o'chirib tashlayman. Bo'ldi. Learning to locate near my house. Having seen your advertisement, ya'ni having seen degani ko'riboq deyapti. Ko'riboq qiziqib qoldim deyapti. Shu kursingiz haqida reklamani ko'riboq qiziqib qoldim deyapti. Ya'ni qaror qabul qilaymi, qaror qabul qilmaymi deyapti. Shuning uchun menga to'liq informatsiya bering deyapti. To begin boshlash uchun could you please deyapti ham bo'laveradi. Provide me with full information about the course. Aytganimda ikkita nuqta va virgul. For example, ya'ni chunki bizda bog'lovchisiz gap yo'q-da. O'shaning uchun bog'liq qanday bo'ladi? Bog'lovchilik gap. Misol uchun biz also ni ishlatsak bo'ladi, to'g'rimi? Also dan keyin gap keladi va virgul bo'ladi va qolgan gap davom etadi. Misol uchun yoki while deb turib qanaqadir gap bo'ladi, virgul bo'lib turib gap davom etadi, to'g'rimi? Lekin bizda mana ma'nolar kelmayapti-da bizda. O'shaning uchun gapni bog'lash uchun biz mana bunday keldi-da. Endi buni qo'yamizda in addition deb kelsak bo'ladi. Mana in addition deb kelsak bo'ladi yoki for example deb ikkita gapni bir-biriga bog'layapmiz-da mana bu yerda. Misol uchun ta'minlab bering, ya'ni ma'lumot bering deyapti. Misol uchun u qancha davom etadi yoki u narx qancha deyapti. Mana ham alohida gap. Ya'ni nima deydi? O'zi bitta gap bo'ladi-ku, xullas. O'shunaqa gapda, xullas. Короче, alohida gaplarda bo'ladi. O'shaning uchun o'shalarni virgul bilan bog'lab ketmasdan, manaqa bilan misol tariqasida bering shular deb bog'lab ketsa bo'ladi. I would also like to know how many students will be able to join. Mana misol uchun men yerda aytganmiz. To begin with, mana yerda yana nimadir so'rasangiz mumkin bo'ladi deganmiz. Mana I also want to yoki I would also like to. Ikkalasi ham bir xil. Qancha odam qo'shiladi, gruppada nechta odam bo'ladi, shuni bilib bering, bilmoqchiman desiz bo'ladi. Keyin furthermore, bundan tashqari men xursand bo'lgan bo'lardim agar class schedule tashlab bersangiz deyapti. Chunki nimaga class schedule so'rayapti? Chunki mana yerda class schedule ham so'rang deyapti va how to register da ham so'rang deyapti. Shuning uchun mana shu yerda aniq berib ketish kerak. Va mana registration form deyapti. Registration form, ya'ni shablon tashlab bering, men uni to'ldirib beraman deyapti. Ismimni yozaman, yoshimni yozaman, ota-onam nomerini, ota-onam ism familiyasini yozib beraman deyapti. Ya'ni o'sha shablonga. Mana bu yerda biz o'sha narsa so'ralgan, how to register so'ralgan. Va bu yerda yana qo'shimcha ma'lumot, mana bu yerda aytilganidek mana
jadval yana maytga qo'shimcha ma'lumot qo'shishingiz bo'ladi. Chunki sababini keltirib qo'yishingiz kerak-da. Nimaga qo'shilishingiz kerakligi qo'shimcha ma'lumotda. I want to join as soon as possible. As I have to obtain a certificate in this language until I graduate from school. Shu graduate from bilan keladi. Misol uchun I will graduate from university bo'ladi. From bilan kelar ekan shu graduate. Misol uchun mana men iloji boricha tezroq qo'shilishim kerak kursga, chunki men sertifikat olishim kerak maktab bitirganimcha deyapti. Thank you very much. Rahmat, seni yaqin orada javobingni kutaman. Your faithfully va o'z ismingiz. Bu task response, ya'ni savolga qanchalik to'g'ri javob berildi. Misol uchun mana bu yerda bizda 3 ta savol berilgan, to'g'rimi? Mana lengthni so'rang degan, ya'ni qancha muddat davom etishini so'rang degan, narxni so'rang degan, type'ini so'rang degan, ya'ni muddati, narxi, online mo type degani turi onlaynmi yoki face to face mi? Mana shu yerda biz so'raganmiz hammasini. Misol uchun ma'lumot bering, bu qancha davom etadi, qancha narxi deyapti va qancha odamlar qo'shiladi deyapti. Va keyingi savol shu online face to face, ya'ni shuni ham so'rang deyapti. Yana bu type ga kiradi va request schedule va how to register ham so'rang deyapti. Xuddi shu uchalasiga javob berganimiz, uchalasini ham so'raganimiz shu task response degani. Ya'ni task response qanchalik to'g'ri javob berdingiz savolga degani. Endi CC degani coherence and cohesion bo'ladi. Ya'ni siz qanchalik izchil ketgan, misol uchun paragraflashtirishingiz qanday essayni qanchalik to'g'ri paragraflashtira oldingiz degani. Misol uchun maytda to begin with'ni yaxshi ishlatdik, misol uchun for the more yaxshi ishlatdik. Shunaqa. Misol uchun maytda yozyapmizda kursingiz haqida bilib olmoqchiman deyapsizda, lekin mana shu yerda ham kurs haqida gap ketyapti. CC mo pas bo'ladi qachonki mana bu yerda kurs haqida so'rab, mana bu yerda boshqa narsa haqida yozib yuborsa yoki mana bu yerda boshqa narsa haqida yozib yuborsa, topidan chiqib ketib qolsa, shu ham CC ga ham ta'sir qiladi va ta'sir ikkalasiga ham ta'sir qiladi. Topidan chiqib ketib yoki boshqa narsa yozib yuborsa. Va lexical resource bu B2 dan yuqoriroq, C1 ga ozgina yetmaydimi bilmadim, lekin misol uchun nima degani? Lexical resource so'z boylik degani. Misol uchun provide me degani ham yaxshiroq so'z degani. Xullas, qayerda yaxshi so'zlar bor? Misol uchun as soon as possible, I have to obtain a certificate. Ya'ni yaxshi so'z, obtain a certificate zo'r so'z. Yana shu juda ham yuqori, juda ham zo'r so'zlar bo'lmagani uchun B2 bo'ldi. Lekin zo'r so'z yo'q, nimaga B2 bo'lyapti, yuqori darajada so'z bo'lyapti desak, lekin bu yerda xato so'z ham yo'q-da, o'shaning uchun yuqori daraja bo'lyapti. Misol uchun bironta noto'g'ri ishlatilgan so'zda o'zi yo'q. Shuning uchun B2 dan yuqoriroq, C1 ga ozgina yetmagan. Ya'ni misol uchun bitta yaxshiroq so'zlar qo'shilganda, balki C1 bu ham C1 bo'lib ketadi. Endi grammatika menimcha C1 plus desa ham bo'lardi, chunki bu yerda zo'r grammatikalar ishlatilgan. Misol uchun having seen your advertisement, I'm interested in learning. Bu vafchi just C2 demasak ham bo'ladi, C1 plus da, chunki having seen advertisement hamma ham bunaqa yozmaydi. Buni bilaman. Keyin mana bunaqa ishlatish hammaga ham emas, to'g'risi. Bu grammatikani yaxshi bilishni ko'rsatib beradi va qayerda misol uchun I want as soon as possible bu ham yaxshi. Shular tufayli C1 bo'ladi. Va overall shu essayda o'zi, ya'ni task 1 da o'zi C1 bo'ladi. Va task 2 ham shunga o'xshash baholanadi. Qanaqadir baholanadi va u ham oxiri C1 chiqsa yoki C1 plus chiqsa, C1 chiqsa va ikkalasi qo'shiladi-da, bali. Misol uchun C1 necha degani? Misol uchun 60 necha ham chiqdi deylik, 60 necha ham chiqdi deylik. Bu ham task 2 ham 60 necha ham chiqdi desak,
60 nechcham chiqdi desa, ikkalasi qo'shiladi-da, 60 lar qo'shiladi-da, shu masalan 61 bilan 62 chiqib qolsa, qo'shiladi-da, 2 ga bo'linadi va overall natija hisoblanadi. Hozir kalkulyatorga kiraman. Misol uchun 61 bilan 62 chiqib qolsa, ko'paytirib qo'shiladi-da va 2 ga bo'linadi. O'rtachasi olinadi keladi. 2 ni bor. 124 bo'lsa, bo'lamiz 2. 62. O'rtachasi 62 chiqarganda. Plus shunaqa hisoblanadi. C1 daraja bo'ladi shu essay. Inquire ya'ni request, inquire bilan request bitta narsa-yu, chunki request talab qiladi, inquire bilib so'rab nima qiladi, shunaqa. Request letter shunaqa shu tartibda yoziladi. Shu shablonni shunchaki yodlab olib, shularni o'rniga qo'yib qo'ysa, shularni ma'lumotlarni qo'yib terib qo'ysa, bo'ldi, zo'r chiqadi.